Somsa xamirlaringlarni varroqlari zo'r chiqib, og'izda eriydigan qarsildoq bo'lish uchun 4 ta fishkasi bor. Hammasini aytib o'tib. Bismillahda birinchi fishkasidan boshlaymiz. Margarita margarinini universal hamda sloyonka deganini solib, suvi ketguncha qaynatib olib, bir chetga olib qo'yamiz. Suvi ketishi shart. Xamir uchun suv, sut iliq bo'lsin, tuz, drojji, elangan turon unlari, kabartma solib xamir qoramiz. Xamirimizni teng to'r bo'lib yaxshilab mushlab, shakil berib 30 daqiqa tindiramiz. Uchinchi fishkasi esa kraxmalga un aralashtirib xamirlarimizni yoysak, shunaqa varroqlari ochilib juda ham chiroyli. Har bir xamirni alohida yupqa qilib yoyib, orasiga tayyorlab qo'yilgan suvi ketgan margarinlarini suramiz. Hayotgacha margarinlari hozirgi kunda Toshkent shahri bo'yicha bepul dastavkani yo'lga qo'yishgan. Qizlarimizga foydasi tegish uchun bu xushxabarni sizlar bilan o'rab olingan xamirimizni 1 soatga muzlatgichga yuborib, so'ngra kerakli o'lchamda kesib, qo'limizda ochib, ichiga qiyma solib, 4-siri esa ustiga tuxum surmasdan avvaldan qizdirilgan duxovkada 200 gradusda 15 daqiqa pishirib olamiz. Shunda varroqlari ochilib oladi. Sizlar bilan xosiyat shams bo'ldi. Yoqsa duo qilishni unutmanglar.